Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari bilan efirda xabarlar. Studiyada Hurmatay Nurmatova. Bugun dasturimizda saylovning rasmiy natijasi 20 kun ichida ma'lum bo'ladi. Joriy yilda paxtaning narxi arzonlab, dehqonlarning chiqimini oqlamay qoldi. Paxtaning bahosini hozirgi bizning основной потребитель Rossiya bo'layotsa, Rossiya o'tali to'min bahoda so'radi. O'sh shahriga elektr energiyasini tejash uchun modulli o't qozonlarining kelishi kutilmoqda. Rossiyadan bo'lib kelgan жаңы modulli o't qozonlari kelib turibdi. Bizga bu shunday ko'rib tut оборудованиялari. Jo'g'org'i Kengash deputatligiga saylovning rasmiy natijasi qonun bo'yicha 20 kun ichida e'lon qilinadi. Biroq ovozlar bundan erta sanalib bo'lishi mumkin. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasidan bildirishdi. Ma'lumotga ko'ra, o'lka bo'yicha aloqa nochor bo'lgan 74 saylov uchastkasidagi byulletenlar to'liq sanalmadi. Mazkur hududlardagi saylovchilarning soni 60 mingga yaqin. Saylov natijasini Markaziy saylov komissiyasi rasmiy turda e'lon qilgandan so'ng prezident qaysi bir fraksiyaga koalitsiya tuzish mandatini topshiradi. 15 kun oralig'ida koalitsiya tuzilib, hukumat rahbari saylanishi kerak. Jo'g'org'i Kengashdagi 120 deputatlik lavozimi uchun bellashgan 14 partiyaning ichidan 6 tasi parlamentga o'tdi. Markaziy saylov komissiyasining ovozlarni avtomatlashtirilgan hisobi bilan qo'lda sanalganining farqi ko'p bo'lmoqda. Bu haqda Butun Qirg'iziston Emgak partiyasining teng huquqli raisi Adixan Madumarov bildirdi. Uning ta'kidlashicha, partiya O'sh va Jaloloboddan olgan ovozlarni qo'l bilan sanaganda 37 ming ovoz bilan farqlangan. Hozir biz O'sh, Jalolobod oblastlari bo'yicha barcha protokollarni yig'dik. Farq juda katta bo'lmoqda. Agar bunday bo'ladigan bo'lsa, Markaziy saylov komissiyasidan gumonli uchastkalarni qayta qo'l bilan sanashni talab qilamiz, dedi Madumarov. Ko'p o'tmay Markaziy saylov komissiyasi Adixan Madumarov bugun aytgan ma'lumotni aniqlayotganini e'lon qildi. Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Jenish Ahmatov mazkur ma'lumot tekshirilayotganini, biroq hozircha Madumarovning so'zlari isbotlanmaganligini bildirdi. U O'shda deb aytdi, Qorasuv Aravonda hammasi to'g'ri chiqibdi. Bir joydagina mashina 39 byulletenni yaroqsiz byulletenlar qatoriga qo'shib qo'ygan. Qaysi joydan 37 ming topdi, men bilmadim. Hozir barcha saylov uchastkalariga qo'ng'iroq qilib aniqlayapmiz. Bularning barchasi qog'oz turida kelgandagina bilinadi, dedi Ahmatov. Joriy yilda paxtaning bahosi 40 so'mga chiqdi. Dehqonlar bu narx ketgan chiqimni ham oqlamaydi deb norozi bo'lishmoqda. Paxtaning yetishtirilgan narxi 42-43 so'mni tashkil qiladi. Oq oltinning bahosi pastligiga unga bo'lgan talabning ozligi sabab bo'lmoqda. Shu bilan birga Rossiya past narxda so'rayotgani ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Batafsil muxbirimizning navbatdagi lavhasida. Oiladagi ijtimoiy vaziyat dehqonchilik bilangina bo'lgan Abdulla Sodirov paxtaning ikkinchi terimini terish oldida 50 sochga yerdagi hosil u kutganday bo'ldi, lekin oq oltinning 40 so'mga baholanishi ketgan chiqimlarni qoplamadi. Birinchi terimda olgan 1 tonna hosili 30 ming so'm bo'ldi. Mazkur foyda yerni tayyorlash uchun ketgan chiqimlar va terimchilarga sarflandi. Hech bo'lmasa 50-60 so'm bo'lsa, normalniy bo'ladi. 60. O'tganda dollar qimmat bo'ldi deydi-ku. Dollar qimmat bo'lgani bilan 1 dollarga to'g'ri kelmayapti. 1 dollarligida ham shu 40 so'm, 35 so'm sotilgan. Shunday bo'lsa, 60 bo'lsa, menimcha normalniy bo'ladi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, paxtani yetishtirish bahosi 42-43 so'm atrofini tashkil qiladi. Hozirgi 40 so'mdan bo'lgan narx dehqonlarning chiqimini oqlamaydi. Shu sabab Aravon rayonida joriy yilda paxta maydonlari 3000 gektarga ozaygan. Joriy yilda Aravon rayonida 1000 gektarga yaqin yerga paxta yetishtirilgan. Bir yilda paxta maydonining bunday qisqarib ketishiga unga bo'lgan narxning arzonligi salbiy ta'sir ko'rsatgan. Sababi o'tgan yilda ham paxta kilogrammi 38 so'm, 39 so'm atrofida baholangan. Joriy yilda yer oziqlarining ham narxi qimmatlagan. Dehqonlar paxtani terib berganlarga 1 kilogramm uchun 5 so'mdan to'lashadi. Bunday hisoblaganda bu hozir 40 so'm paxtani o'zlik o'ndirish narxini aqtaydi. To'ka o'zi peygalar ega bo'lib qolyapti elchi. Biz 49 so'm, 50 so'm terenda dollarni kursi bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda paxtani bahosiga bilan hisoblaganda paxtani bahosi 65 so'm, 70 so'm terenda bo'lish kerak-da. Endi hozir mana rinik chechat, paxtani bahosini rinik, endi bizni paxta undirgan
Endi Qirg'izistonda ozlar paxta undiramiz. Bahosini chetdan qo'yotadi endi. Chetdan qo'ydi degan bilan yilda mehnatini oqtagandan keyin paxta ekib qo'yotgan deydi. Hozirgi vaqtda zavodlar paxtani xalqaro birjaga ko'rsatilgan narx bo'yicha olishmoqda. Ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistonda paxtaning arzon baholanishiga talabning ozligi sabab bo'lmoqda. Shuningdek, Rossiya ham arzon narxda so'rashi narxni yanada pastlashiga ta'sir ko'rsatmoqda. Paxtaga so'ragan odam bo'lib aytadi. Paxtaning bahosini hozirgi bizning основной потребитель Rossiya bo'layotsa, Rossiya o'tele төмен bahoda so'rayotadi. Ne deganda hozir mировой рынокта o'sha Xitoy emelarda paxtani nimasi bizde ayan qisqargan bilan orada qisqargan yo'q. Paxta tushumdigi shunday. Biroq былтырдан qaraganda bu yil tushumdik yaxshi. Hozirgi birinchi terimda ele o'zida hozir 25 dan o'yda bo'lyotadi. Hukumatning O'shdagi vakilligiga dehqonlar paxtaning narxi arzon bo'lib ketgan chiqimlarni qoplamayotganligini bildirishgan. Mazkur masala davlat miqyosidagi hal etiluvchi bo'lganligi uchun dehqonlarga kerakli yordam ko'rsatilmagan. Negizi hukumatga yetkazib turgan rayonlar o'zlarining vakili bor-da, akimlar bor-da. O'shalar aytish kerak-da bolalarda. Qanday qilish kerak? Qancha ko'tarish kerak ba'ni shu. Biroq 70-80 so'mga ko'targanda yaxshi bo'lmoqda shu. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, davlatda ipak matolarini ishlab chiqaruvchi zavod fabrikalarni ishga tushirganda vaziyat ezga solinar edi. Ta'kidlab o'tsak, joriy yilda Qirg'izistonda paxta maydonlari 39% ga qisqargan. O'sh oblasti mazkur masalada Qirg'iziston bo'yicha oldingi o'rinda turadi. Hukumatning O'shdagi vakilligidan bildirishlaricha, joriy yilda O'sh oblastida 1000 gektar paxta maydoni sabzavot yetishtirish bilan egallangan. Madina Ulug'bek qizi Nazgul Axonova, Munar Arzibek o'g'li, Intimaq. Qirg'iziston Rossiya rivojlantirish fondi ko'rsatilgan maqsad va vazifalarga to'g'ri keluvchi 4 loyihani ko'rib chiqmoqda. Agar ular amalga oshsa, umumiy summasi 35 million dollarlik nasiya ajratiladi. Mazkur fondning ma'lumotiga ko'ra, 1-oktyabrgacha umumiy 130 ariza kelib tushgan. Ularning ko'pchiligini qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashga yo'naltirilgan loyihalar tashkil qiladi. Bundan tashqari sanoat uskunalarini modernizatsiyalash, kichik GESlarni qurish, turizm va mehmonxona biznesi kabi boshqa yo'nalishdagi loyihalar ham bor. O'tgan yilning oxirida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi qoshida tuzilgan Qirg'iz-Rus rivojlantirish fondining kichik va o'rta biznesga nasiya berish dasturi ishga tushgan. Umumiy summasi 1 milliard dollarni tashkil qilgan fond 10-sentyabrdan boshlab qabul qilingan loyihalarni moliyalashtirishni boshladi. 12% ustama bilan berilgan dastlabki nasiya dehqon fermerlariga berilgan. Qirg'iziston qurolli kuchlari uchun 18 yoshga to'lgan yigitlarni kuzgi chaqiruvi boshlangani haqida mas'ul idoradan bildirishdi. Bugun 6-oktyabr kuni Respublika harbiyga yig'ish punktida Chuy viloyati va Bishkek shahri yigitlarini harbiyga chaqirish tantanali ravishda boshlandi. Bunda 2-jahon urushi faxriylari, Afg'on urushi hamda botgan voqealari qatnashuvchilari, askar onalari, jamoatchilik tashkilotidan vakillar ishtirok etishdi. Bunday jarayon respublikaning barcha chaqiruv punktlarida boshlangan. Bunga 3000 yigit jalb etiladi. Ular Mudofaa vazirligining harbiy qismlariga, davlat chegara xizmatiga va Milliy gvardiyaga va axloq tuzatish muassasalariga konvoy sifatida bo'lishtiriladi. Qish faslida elektr energiyasini tejash uchun O'sh shahriga modulli o't qozonlarning kelishi kutilmoqda. Mazkur o't qozonlar elektr energiyasini emas, ko'mirni ham tejaydi. O'tgan yili o't qozonlar sinov maqsadida olib kelilgan. Ular talabga javob berganligi sababli joriy yilda o't qozonlarini ko'paytirish uchun tegishli mahkamalar ish olib bormoqda. Issiqlik berish idoralari shu kungacha eskiligi yetgan o't qozonlari bilan ishlab kelgan. O'tgan yilda sinov tariqasida Rossiyadan 4 modul o't qozonlari olinib kelingan. Ular talabga javob berganligi va tejamli bo'lganligi uchun joriy yilda 13 zamonaviy turi olinib kelinishi kutilmoqda. Rossiyadan былтыр kelgan жаңы modul o't qozonlar kelib turibdi. Bizga bu shunda ko'rib bütün оборудованиялары итальянский, Европаның стандартына жооп берген o't qozonlar keldi. Bular жаңағыдай aytқанда иштүүлүктү Avan ekologiya жактан да жакшы кармайт экен. Оборудование бүт Россиядан өздөрүнүн тетикти, российский производствода завод изготовителерин өздөрүнүн алганбыз. Эми ошого караштуу быйыл 2015-2016 жылга дагы кут ушундай модулдук от казандардан 13 данасы каралып атат и 17 котел. Modul o't qozonlarining farqi elektr energiyasinigina emas, ko'mirni ham tejaydi. Eski uskunlarning unumliligi 40% tashkil qilsa, modul turi 80% ta'minlaydi. Mahalliy hukumat vakillari ta'kidlashlaricha, modul o't qozonlarining o'rnatilishi aholiga ijtimoiy tomondan foydali bo'ladi. Biz былтыркы
көрсөткүчтөрдү эсептеп карап атабыз. Бул электр энергиясын жылытуу системасы үчүн пайдаланганга караганда бир нечеси арзан болот. Тем более азыр мына электр энергиясынын баасынын өскөнүн көрүп атасыздар. Биринчиден, экинчиден республикабызда 2,5 миллиард киловатт сааттай электр энергиясынын жетишсиздиги бар. Демек, эмне болот? Биринчиден элибиз арзаныраак жылуулук менен камсыз болот. Биринчиси, экинчиси үзгүлтүксүз жылуулук менен камсыз болот. Электр энергиясы ар түрдүү ситуациялар бар. Эч кимге жашырын эмес. Кыш абалында өчүп калган учурларда ошол көп кабаттуу үйлөрдө ошо электр энергиясынан башка бир дагы жылуулук булагы жок. Модул отқозонларning eskilariga nisbatan bir top farqi bor. Masalan, eski otqozonlar uchun bir kunda 3,5 tonna ko'mir sarflansa, yangilari uchun kuniga 1,5 tonna ko'mir ishlatiladi. Bunun hem özgöçölüklerini alsak, hazır misal burada çevresel faktör деп коет, hem adam, конечно, adam çarçayt da işte turganda. Bunun üstünde eğer temperatura kötörülüp geçse dağı signalizasyası var. Düşüp geçse de signalizasyası işleyken de, hem bundan aytkanda bu tak işlegen zamanbap modulduk otkanı buldu. Modul otqozonlarning ishga tushishi bilan joriy yilda 88 million megavayt elektr energiyasi tejaldi. Zamonaviy otqozonlarni o'rnatish uchun 82 million so'mdan ortiq mablag' sarflanadi. Mablag' davlat g'aznasidan ajratilib, shaharning qaysi hududlariga o'rnatilishi ham rejalashtirilgan. Madina Ulug'bek qizi Merim Jaqipova, Zayr Abdukarimov, Intimaq. Qirg'izistonda yil boshidan buyon 45 nafar ayol tug'ruq vaqtida vafot etgan. Bu haqda jurnalistlarga Sog'liqni saqlash ministrligining bosh mutaxassisi Aygul Boybekova bildirdi. Uning ta'kidlashicha, mazkur faktlar bo'yicha tekshiruv olib borilib, 4 nafar tibbiyot xodimi xizmatdan chetlatildi va ogohlantirish berildi. Ayrimlari bo'yicha tekshiruv davom etmoqda. Qirg'izistonda onalarning o'limi dolzarb masalalarning biri. Bunga xalqaro sog'liqni saqlash mahkamalari ham xavotirlanishini bildirmoqda. Ijtimoiy masalalar bo'yicha vitse-premyer ministr Damira Niyazaliyeva joriy yilda mazkur masalani parlamentga qo'yib, tibbiyot tarmog'i reformaga muhtoj ekanligini aytgan. O'tgan yili o'lka bo'yicha 85 ayol tug'ruq vaqtida vafot etgan. 2013-yili esa bu ko'rsatkich 61 nafarni tashkil qilgan. O'lkada bir kun ichida 17 yong'in holati ro'yxatga olinib, uni bartaraf qilishga 23 o't o'chiruvchi bo'lim jalb qilingan. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligining matbuot xizmati bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, Bishkek shahrida 4, Jalolobodda 5, Chuy oblastida 3, Norinda 1, Talas va O'sh oblastlarida 2 dan yong'in holati ro'yxatga olingan. Yong'in sababli vafot etganlar bo'lmagan. Jalolobodning Suzoq rayonidagi Simqat qishlog'ida 4 yoshdagi bolaning sho'xligidan 15 bog' o'tin kuyib ketgan. Jalolobod shahrining Lenin ko'chasida avtotirbandlik yaralib halokatga sabab bo'lmoqda. Sababi harakat ko'p bo'lgan Bakiyev ko'chasida ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Avtomashinalar tirbandligi 22-sentyabrdan buyon davom etmoqda. Mashinalar uchun qo'shimcha yo'l ochilgan emas. Batafsil navbatdagi lavhada. Jalolobod shahar kasalxonasiga va Sumu kichik shaharchasiga olib boruvchi Bakiyev ko'chasidagi asfaltlash ishlari 22-sentyabrda boshlangan. Shu sabab markaziy Lenin ko'chasidagi avtotirbandliklar 10 kundan beri davom etib kelmoqda. Shuningdek, boshqa ko'chalarda ham tirbandliklar paydo bo'lib, avtomobillar to'qnashuviga sabab bo'lmoqda deyshadi haydovchilar. Bu texnikalar kecha saylovdan oldindan kelishdilar, kelib bunal yerda javob probka bo'ldi o'sha. Probka bo'lyaptilar. Mashinalar bundan o'tmay, bundan tegirenib o'tyaptilar. Anan hem hazır saylov bitti. Hem hazır iş başlaşadı o'xshaydi, turabizga. İş başlashgan bo'lsa, dağı probka baştaladi biroq. O chuqulib жатқан, bu көптен beri chuqulib жатқан. Probka olan дөң әлгендей неме болчу, биз каттыгыраак айдап келелик, биз секин тормоз бере коюп атыр, кабыш болайын деп. Böyle bu böyle жатат, аны шайлоого жакын кайта жаап коет. Bu жолдорда эчтесе эмес, нар жакта эле водоканалдын немелер чукуп аткан жолдор дел чукул этиштеген ашу. Жаап эле böyle olup oldu ağaç. Жазылы баштады ошонча. Оң дөңгө чөөрөт машиналар бери талкан tuttu неме болчу. Avtotirbandliklar sabab soatlab kutib qolamiz va yo'lovchilarni o'z vaqtida manziliga yetkaza olmaymiz deyshadi haydovchilar. Noqulayliklarni bartaraf qilish uchun haydovchilarga qo'shimcha yo'llar ham ochilmagan. To'xtog'ul ko'chasidagi bir taraflama yo'l ochilganda ko'p vaqt davom etgan tirbandliklar bo'lmas edi deydi haydovchi Nurkamol Saidqaziyeva. Болмайынша бұл еш болбойды. Ошоны биринчи ойлап табыш керек болчу. Бирок туура бир жактан туура түшүнүш керек, шаарыбыз кичинекей. Транспорт аябай көп. Бир жактан ойлоп шарт түзүп керек болчу да.
Bakiyev ko'chasining 1 kilometriga asfalt to'shalmoqda. Uning umumiy smeta bahosi 7 million so'mni tashkil qildi. Yo'lni ta'mirlash uchun tender e'lon qilingan va unda g'olib bo'lgan idora ish olib bormoqda. Yo'lning boshlanishi o'zi 22-sentyabr bo'lgan. Ko'rib o'tsangizdar kerak, biz buga cheyin Tarsus ko'chasini bitirdik. Abdukayimov ko'chasini boshdan oyog'ina cheyin tegiz asfalt bosildi-da. Endi hozir bu Yusuf Bakiyeva ko'chasi bo'lchu. Temir yo'ldan birinchi boshlang'ishida o'sha temir yo'ldan meriyaga cheyin kelayotganda ko'rgan bo'lishingizlar kerak. O'sha cheyin jag'i asfalt bosilib bitdi. Endi bo'lishuncha boyagi eng постоянно движение olib turadigan ko'cha bu ertaroq bitirgani harakat jasashadi. Ta'kidlab o'tsak, davlat xazinasidan Jobod shahrining ko'chalarini ta'mirlash uchun 70 million so'm atrofidagi mablag' ajratilgan. Reja asosida hozirgi vaqtda 2 ko'chaga asfalt to'shalib, bir ko'chaning yamash ishlari olib borilmoqda. Bakiyev ko'chasidagi yo'lni ta'mirlash ishlari esa 5-oktyabrda bitkazilishi rejalashtirilmoqda. Madina Ulug'bek qizi, Qilimjon Azamat qizi, Temirbek Chaqipov, Intimaq. 8-oktyabr kuni Noqat rayonining Zulpiyev qishloq hududining Qashqaldaq qishlog'ida olma festivali bo'ladi. Bu haqda mahalliy hukumat vakillari xabarlashdi. Yarmarkada olmaning 30 ga yaqin sorti ko'rgazmaga qo'yilib, bog'bonlar joriy yildagi hosilni xalq oldiga olib chiqadi. Tadbirda ko'ngilochar dasturlar ham bo'lib o'tadi. Proning yordami bilan o'tadigan tadbirning maqsadi noqatlik bog'bonlarni va Noqat olmasini o'lkaning boshqa hududlari bilan xalqaro jamoatchilikka tanitish. Uning asosida doira stoli va muhokamalar bo'ladi. Bog'bonlar qo'shimcha hosil olishning yangi texnologiyalarini, qayta ishlashni, eksport qilish va saqlash bo'yicha saboq olishadi. Festivalga Qishloq xo'jalik ministrligi, konsalting kompaniyalar, tadbirkorlar, biznes assotsiatsiyalari, mahalliy yashovchilar va hukumat vakillari ishtirok etadi. Qozog'iston, Turkiya va Xitoydan ham biznesmenlarning kelishi kutilmoqda. 2006-yildan buyon Norin va Issiqko'l oblastlarida o'tuvchi mazkur tadbir janubiy hududda 2-marta o'tkazilmoqda. O'tgan yili festival O'zgan rayonining Aqjar qishlog'ida bo'lib o'tgan. Dasturimizni xalqaro yangiliklar bilan davom ettiramiz. Air France kompaniyasining xodimlari norozilik namoyishiga chiqishdi. Ishxona rahbariyati kompaniyani inqirozga uchraganligi sababli og'ir vaziyatdan chiqish uchun ishchilarni ommaviy turda qisqartirishni ma'lum qilgan. Yig'ilgan xalq Parij aeroportiga borib, direktorlar kengashi o'tkazayotgan yig'inda tartibsizliklarni yuzaga keltirishdi. Kompaniyaning vitse-prezidentini va kadrlar bo'limining rahbarini kaltaklashgan. Air France kompaniyasining xodimlari ommaviy ishdan bo'shatish haqidagi xabardan norozi bo'lib, ommaviy namoyishga chiqishdi. Ular Parij aeroportidagi kompaniya shtabiga yig'ilishib, direktorlar kengashida ishtirok etgan 2 menejerni urtoqmoqqa olishdi. Yig'inda tanqislikni bartaraf etish uchun ishchilar sonini qisqartirish masalasi ko'rib chiqilishi kerak edi. Biroq achchiqlangan xodimlar kadrlar bo'limi rahbari hamda kompaniyaning vitse-prezidentini tashqariga olib chiqishgan. Menejerlar nazoratchilar yordamida to'siqdan o'tkazilib, tartib soqchilariga yetkazildi. Air France kompaniyasi inqirozga uchragan. Shu sababli ishchilar soni qisqartirilishidan xodimlar norozi. Biz ayrim narsalarga ko'z yumib qo'yganmiz. Yumush ko'payib, oylik maynalar qisqardi. Emi bo'lsa, dag'ida ish vaqtimizga qo'shimcha soatlar qo'shib jatadi. Bunday shartda ishdoga bo'lmaydi. Rahbariyat esa 3000 ga yaqin ishchilarni ishdan bo'shatib, olis qatnovlarini 10% gacha bekor qilishni rejalashtirmoqda. Kasaba uyushmasining bu qarori aholi orasida norozilik yaratdi. Taqir aqlga siybagan narsa. Misoli sportda olsak, komanda egilga yetish olmasa, mashq turuvchini almashtirishadi. Bizda da o'shunday bo'lib jatadi. Xizmatchilarga mayana to'lay olmasa, anda bunday boshqaruvchining keragi yo'q. Kompaniya rahbariyati turli noroziliklar sabab o'tmay qolgan yig'in boshqa kuni tashkil etilishini ma'lum qildi. Shu bilan birga norozi taraf kuch ishlatib tartibsizlik yaratgani uchun sudga murojaat qilishga haqli ekanini qo'shimchaladi. O'tgan dam olish kunlari dunyoning eng oldingi freerannerlari Gretsiyada uchrashdi. Unda Art of Motion 2015 tanlovining final musobaqasi bo'lib o'tdi. Ishtirokchilarning yaxshilarini har tomondan to'plangan xalq va hakamlar guruhi tanlab olishdi. Ular o'zgacha harakatlar va aylanma saltolar bilan barchani lol qoldirishdi. Musobaqa haqida navbatdagi lavhada. Jahonning eng ilg'or freerunnerlari o'tgan dam olish kuni Gretsiyaning Santori orolida yig'ilishdi. Unda Art of Motion 2015 o'yinlarining final bellashuvi bo'ldi.
Ular Iya shahrida 206 metr oraliqqa yurish qilishdi. Freerunnerlar uchun uylarning tomi, basseynlar to'sqinlik qilmaydi. Aksincha ular o'tadigan yo'ldir. U yo'ldan shunchaki o'tmasdan uni turli yo'llar, o'zgacha usullar yordamida zabt etish kerak. Ba'zilardan bu 2 daqiqani talab qildi. G'oliblikni o'tgan yildagida 2 marta salto otish bilan 20 yoshli Dimitris Kirsanidis qo'lga kiritdi. Biz hozir Gretsiyadamiz. Ko'ruvchilarning ko'pligidan to'lqinlanganida da unutib qo'ydim. Bari ayoy so'nim bo'ldi. Ikkinchi o'rinni antik usullar yordamida litvalik Pavel Petkus band etdi. Uchinchi o'ringa kanadalik Jesu Peverel chiqdi. U qo'lida muvozanatni saqlash bilan barchani hayron qoldirdi. Finalga chiqqanlar orasida rossiyalik Aleksandr Bayturin ham bor. U o'tgan yili bronza medalini qo'lga kiritgan edi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Tuningiz osuda o'tsin. Xayr, omon bo'ling. Assalomu alaykum. 7-oktyabrga olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishib oling. Qirg'iz gidrometrining bergan ma'lumotiga ko'ra, ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 5-10 metrga yetadi. Havoning harorati Chuy oblastida kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi esa 22-27 daraja issiq bo'ladi. Talas oblastida kechasi 2-7 bo'lsa, kunduzi esa 21-26 daraja. Issiqko'l oblastida kechasi 3-8, kunduzi 21-25 daraja issiq. Norin oblastida kechasi -3-2, kunduzi esa 15-20 daraja. Batken oblastida kechasi 9-14 daraja iliq, kunduzi esa 23-28 daraja issiq. Jalolobod oblastida kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi esa 24-29 daraja. O'sh oblastida kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi esa 24-29 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Poytaxtimiz Bishkekda ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 5-10 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi 6-8 daraja iliq, kunduzi esa 24-26 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Shahrimiz O'shda ham ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 5-10 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi esa 26-28 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Sizlar ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishdingiz. Sizlar bilan Sitora Abdusattarova bo'ldi. Salomat bo'ling.